Ey yo do'stlar, sizlar bilan bugun videoni preview'da ko'rib turganlaringdek O'zbekistondagi top 3 ta TDM'ni o'yinini ko'rib chiqamiz. U qanaqa vaziyatlarda zo'r ochadi, qanaqa pozitsiyalarda o'zini qanaqa qilib tutadi, shuni ko'rib chiqamiz. Ha, yana aytgancha do'stim, videoni shu joyda to'xtating-da, meni kanalimga like va podpiska bosish esdan chiqmasin va kommentariyaga shu 3 ta igrok kimligini taxmin qilib yozib ko'ring. Do'stim, sizga va'da beraman, bu video qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan ko'ring. Ketkazgan vaqtingizga achinmaysiz. Bo'lmasa qani birinchi trenerimizni o'yinini muhokama qilib chiqamiz. Bo'lmasa birinchi igrokimiz O'zbekistonda nomer 1 turgan formaga Timur emas, Vaymi bo'ladi. Bu Vaymini ancha-muncha igrok o'zi his qilib qo'ydi. Bu yangi ko'tarilib kelyapti. Uncha-muncha bola tanimash. Bu bolani birinchi bo'lib O'zbekiston TDM Challenge tomonidan o'tkazilayotgan turnirda ko'rib qolganman. O'shanda kim bilan Cheba bilan tushganda 2024-yil Mirovoyda nomer 1 turgan Aypater ukrainalik o'sha bilan O'zbekiston TDM Challenge tomonidan o'tkazilayotgan davlatlararo turnirda birga tushib qolishgan. O'zbekistondan kim Ramzes yutqazgan, bu ikkinchi o'ynagan o'zi Chebaga hamma yutqazadi deb o'tirganda bu bolani. Bu bola shunday shans qoldirmasdan Chebani yutib qo'ygan. Shundan keyin buni hamma o'zbeklar podдержка qilishni boshlagan. Men bilganim bu bola O'zbekistonda hamma igrokdan kim boydan o'xshash shotda oldinda sizlar hep yozmanglar, toksik kuchli yo u kuchli, bu kuchli, Temur kuchli. To'g'ri, Temur ham kuchli bo'lgan, lekin hozir o'xshash shotda Vaymiga hammasi orqada. Bu Mirovoyda uncha-muncha o'yinchi yutolmaydi buni. Yana aytishinglar mumkin, nima shu 3 ta Demirning orasiga Temurni qo'shgansizmi, yo'qmi deb. Yo'q, bunga Temur qo'shilmagan, chunki Temurga ta'rif berish hojat. O'zi Temurni mendan yaxshi bilsanglar kerak, o'zi hamma biladi. Qanaqa pozitsiyalarda yaxshi otishadi, o'yinini hamma ko'rgan. Shuning uchun video qo'ymadim Temur haqida. Vaymiga keladigan bo'lsak, bu juda kuchli levy pick qiladigan igrok hisoblanadi va crossfightda ham ancha optam qiynab qo'yadi uncha-muncha igrokni. Chunki men o'yinini ko'rib juda ko'p guvoh bo'lganman. Juda kuchli opit bilan o'ynaydi. Umuman o'zini yo'qotib qo'ymaydi har qanday vaziyatda ham. Vaymini o'zi o'yin stili priyom qiladi. Anchagina o'yinchiga priyomlar o'xshaydi. Buni yutishga qiynaladi o'yinchilar, chunki buni o'yiniga tushib olish juda qiyin. Juda stabil, plavniy harakat qilgani uchun uncha-muncha igrokni qiynab qo'yadi. Mana yana O'zbekistonda vaqtiga ozgina bo'lsa ham formaga nomer 1 turgan Crash bilan o'ynagan. 2 ga qo'yib tashlaganda shans qoldirmagan вообще. Crashdan ham offshotdan anchagina oldinda-da. Shunaqa gaplar. Bo'lmasa ikkinchi TDMerimiz bu vor bo'ladi, ya'ni o'g'ri. Asujdaga gapirmadim. Bu vor normal o'ynaydi. Bu o'yinni ko'rganman. Asosan bu crossfightda otishadi. Adashmayotgan bo'lsam, bu 2024-yil nomer 1 UZB crossfightda bo'lganda, crossfight bo'yicha nomer 1 turgan mana shu UZBda. Motorda o'zida boyagiga chiqib ketgan, 120 o'tib ketgan. Hattoki shu vaqtlar formasi bilan hozir O'zbekistonda ba'zi blogerchilar chiqib qolgan, 60 nomer 1man, nomer 2man. Mana shunday blogerchilarga 2 deb qo'yib tashlaganda u bola haqiqatdan o'yini kuchli bo'lgan. Hozir ham kuchlidan anchagina slip qo'yilganda. Hozir 120 daligi. Eslicha men bir realniy Aslonboy boyagi UTS turnirida Aslonboyni yutganda bor. Shu Aslonboyni xo'rlayvergan. Bo'lmasa 3-igrokimiz bu Kovboy bo'ladi. Bu hamma tanisa kerak. O'zi yaqinda anchagina shov-shuv bo'lib ketdi. O'zbek nomer 1 ga chiqib ketdi. Ancha-muncha igroklar yutdi va Vanda Crashdi. Bu bola asosan avval klassika ham o'ynagan. Где-то bu 23 dan boshlab TDM sferasida o'ynab keladi. Anchagina top 3, top 4 da turgan. Hozir dalnimamin top 1 da, top 1, top 2 da turibdi bu bola Kovboy. Ancha-munchasini yetib kelyapti hozirda. O'ziga Instagramda video qo'ygan. 26-yil o'zimni eng maksimal forma o'yinimni ko'rsataman deb, qani bo'lmasa o'yinni keyin ko'rib boraveramiz yil oxirigacha. Haqiqatan nomer 1 bo'ladimi, yo'qmi? Kovboyda o'yiniga ortiqcha ta'rif berishga hojat yo'q. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, crossfightda qanaqangi plavniy harakat qilib turib olib ketyapti shotlarini. Bu raqibi ham lokalka igrok emas. O'zi bilan nomer 3 da turadigan Kim Clay bilan o'ynagan. Kovboy o'zi ko'pincha men o'yinini kuzatib chiqdi bu bolani. Kutib olib,
priyom qilib otishlarda zo'r ekan, priyom qilib chalg'itib. Asosan crossfitda ja uncha emas, tagin shu kutib olib, priyom qilsa normalniy ushlab olar ekan soperniklarni. Shundan keyin mana bu domikda ham zo'r o'ynar ekan, zonadagi domik bor, o'sha ham normal o'zini his qilar ekan. Lekin tak что bu bilan dushman tushib qolsanglar, shunaqa vaziyatlarga chiqmanglar-da, crossfitga yo pikda otish kerak bu bilan. Optga uncha-munchasini qiynab qo'ygan priyomga. Aqay gap yo'q, bu ham haqiqatdan o'ziga tortadi nomeradinga buni ham o'yinlari. Zalyut haqiqatdan juda mo'shmi, qaranglar, bitta pik qilib otib qo'yapti-da. Tepada ko'rsatilgan Vayme, War, Cowboy hammasi o'yinni nomeradiga tortadi. Bu lично meni fikrim, ichida Vayme kuchliroq menimcha. Chunki deganda Vayme anchagina rezultat qildi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Yana kimda o'yinini obzor qilishimni xohlasanglar, kommentariyaga yozib ketinglar. Hammaga omad do'stlar. Bo'lmasa xayr.